الهی آمین. tamam. Yunan boşanlar arasından selamat. چای ریزی داخله کلبه جا بلند پرافتید ما همین خم شده میگیریم این به خان تختش هم نیست الحمدلله کجا ها شکن yollarda o'tganlarini qaytarmak. Ya Rabbi. Yod میکنیم تقصیره. یاد کنیم اگر هیچ چیز دور ما نمیرسد محاسن شما صحبت‌های شما دیدارهای شما گفتگو کرده میشینیم تسلی میشود. این دستتون بگرفتی همه ملاب جلال میگیم حالی هم یکان تا خان تخته یافته بیاید لااقل همیجش به یک فرصت به یاشکو هستم میسازن Doldurmak değildir, bunların befasız. Maksat şu, yanlış nakle bir neselen sıga elbet mahsudur. Kanı marmar kılıyorlar. Bizde kuşlağımızdan to Dushanbega kelib kelguncha yo'l ochiq emas, bek yo'llar. Bir metrdan u yoqda ko'rib bo'lmaydi. 1,5 soat bo'ldi yo'lga chiqqanimizga. 1,5 soatda yo'lga yetib keldik. İkinci bilan yurdi, ikinci skoroz bilan, sordan şerdi. 1 metrdan u yoqda ko'rib bo'lmaydi. Unda yetib kelamiz deganmiz. To'qqiz ko'ramiz yo'lga yetib keldi. Qaysi mashinaki chirog'ini yoqib kelyapti, uni ko'rib bo'ladi. Qaysi yoqmay kelayotgan bo'lsa, ko'rmasdan birdan o'tib ketadi. Dushanbe yaxshi, Dushanbe aqdir. Masalayi بسیار چیزی معما علاجی بسته بود تقدیر میکردن حد اقصا چیتی باره من دید آواره بومنگلر دید یلده شو آنچه که قرآن ایتی سنت ایتی شونگه کفایه قلیلر دیگن نصیحتler bilen آدم منچه تقدیر حقیده سوال جواب قلورmaydı. Ama ko'p narsalar borki taqdir ekan deb qo'yaveramiz. Ishlarni o'zimiz qilamizda taqdir deyaveramiz. O'shanday bo'lsa bo'ladimi yoki o'zimiz ham ehtiyot bo'laylikmi? Mana yaqinda bir kitobga qarasam, masalan kasallik ham taqdir. Ammo bu taqdirni haligi aptekami, tabibni dorisi ham taqdir. Bu kasallik taqdirini doru taqdiri bilan
tabdil qilinglar. Yo Hazrati Umar radhiyallohu anhu Shom sharifga borganlarida vabo kasali bor ekan. Ondan keyin qaytmoqchi bo'luvdilarki, ba'zi ashabi kiromlardan "Yo Umar, taqdirdan qochasizmi?" dedilar. "Ha, qochaman" dedilar. Lekin qochish shu yo'l bilanki, haligi kasal, ajal taqdiridan ofiyat, salomatlik taqdiriga boraman. Shuni qanday qilib tushunamiz taqdir? Shu aytdilar, afirru minal qadari ilal qadari. Qadardan qadarga qochaman dedi. O'shanda. Shu meni qochishimni o'zi ham muqaddaroti ilohiy shu. Va balodan hazar qilinglar deganlar Rasululloh. Shundan hazar qilish ham qadarga daxli bor, shu ham qazo va qadar shu ham. Hazrati Abu Bakr al-bahsu an idroki zoti ishrakun. Val bahsu an idroki zoti ishrak. Xudoning zotidan bahs qilishlik oborib shirkka oboradi odamni. Albatta. Xato qilib qo'yadi bu to'g'rida. Bu to'g'ridagi xato oxir kufrga oboradi odamni. Rasululloh ashoblar shu qazo va qadardan bahs qilib tursalar, Rasululloh chiqib qolib rang ro'ylar muboraklari qizarib ketibdi, g'ardar g'azab bo'ldilar. Aytibdilar, ilgarigi ummatlar Xudoni nima ekanligidan bahslik qilib yurib halok bo'lib ketdi. Sizlar ham endi shundan bahslashasizlarmi? Halok bo'lasizlar. Hargiz bu to'g'rida bahslashmanglar. O'shanda Hazrati Ali karramallohu vajhahu aytgan ekanlar: "Val ajzu an idroki zoti idrokun." İdroki zotdan men bilmayman bu to'g'rida deb o'zini ojiz bilishlik o'zi ayni ma'rifat. Ayni ma'rifat. Ana shunday. Endi biz buni mana bu qazo va qadardan bahslashish yaramaydi o'zi haqiqatda. Parvardigor ori, makona va moyakunu muqaddarat hammasi. Azalda Parvardigor mana shunday qilib lavhul mahfuzga yozgan buni. Endi buni avomin nos bu qadarni nima ekanligini bilmasdan anaviydi manaviydi duradi. O'zi bir gunohni qilib qo'ysa ham shu ham Xudoning muqaddarida peshanamizga yozilgan ekan deydi. Vaholanki u o'z nafsini orqasida qildi bu gunohni. Allohga tuhmat qilgan. Buni Xudoy taolo aqlni shuning uchun berganingki, sharni xayrdan ajrataylik. Ana shunday. O'shaning uchun Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'g'ri tutilib kelganda nega bu ishni qilding deb so'rab qoldilar. O'g'ri nima deydi? Taqdirim ustida yozilgan bo'lsa nima qilayin? Shunda undan keyin aytgan ekanlar, qo'lini avval kesishdan tashqari 30 darra urib qo'yinglar buni. Undan keyin qo'lini kesinglar. O'g'rini qo'lini kesish davrida endi. Shunda ba'zi olimlar nima uchun endi bu 30 darrani oshirdingiz deganda, taqdirimda bor ekan qildim-da deb Xudoga tuhmat qilyapti. Bu gunohiga 30 darra, o'g'rilikka alohida o'sha Qur'onda aytilgan hukm qo'lini kesish degan ekanlar. Taqdirimda bor nima qilayin deganiga 30 darra yegan ekan. Bizni ahli sunnat va jamoatning mazhabimiz Jabariya mazhabidan mana shu yerda ajraydi. Shu Jabariya mazhab shuki, Xudo nima qilsa o'sha qiladi. Bandani bir toshga o'xshagan aqa yumalasa, baqa yumalaydi, baqa yumalasa shunaqa. Banda majbur shu ishlarni qilishga deb aqidasi bor. Vaholanki banda ozod qilishlikka, hech majbur emas. O'z ixtiyori bilan qiladi nimaiki qilsa. O'shaning uchun biz mas'uliyatga qolamiz qiyomat kuni. Shu o'zimizni ixtiyorimiz bilan qilganligimiz uchun.
bu ceberiye bası do'zaxdan bo'lmaslik kerak, azobdan bo'lmaslik kerak, chunki taqdirda bor ekan. نور گذرانده فکرهای بسیار پرمضمون گذرانیده همین بررسی تمام امام و خطیب‌های تاجیکستان متوجه ها منور کردن سخنهای خوب فکرهای قدیمه جدیده همش گذرانده گپ‌های ناز گفته در صحبت شنبه هم ائمه خطبا نصیحت کردن بین همین نصیحتشون گفتن که حاضر همه کارهای مسلمانین در همین زمان به اختیاری شما شده موند و هم از منبر صحبت ها معرکه ها هر قیرden sizler gapirdiler Tojikistonlilar sizlardan eshitadilar ular to'g'ri yo'limizni egri yo'limizni rostlaymiz deb umid qiladilar. Endi loyiga ursangizlar ham sizlar urasizlar. Bunday jaholatdan, xurofotdan qo'rqitishga ham sizlar qilasizlar. Xudovand taolo sizlarni shunday katta bir mansabga, katta bir hidoyatchi qilib shu zamonga qo'ygan ekan, ammo hushyor bo'linglar deb bir hikoya qildilar. Hazreti İmam Azam Kufi Sufi rahmetullahi aleyh ko'chadan ketib turgan ekanlar. Kuz vaqtimi, qish vaqti ekan, loy ekan ko'cha. Bir bola ham endi yo'lga kirgan bola ekan. Shu avaylab yiqilmayin deb zo'rda loyni ichidan tetapoya qilib ketayotgan ekan. Hazreti İmam Azam shu bola yiqilmasa ya, loyga shalab ketib deb borib turib haligi bolaga asta-sekin bolam deb tashqariga sohilga chiqaraman deganda bir harakat bo'lib yiqilma. Biror joying sinar, choponlaring loy bo'lar. Hamma yog'ing deb shunaqa deganda u bola mundoq qarabdi. Yuzini osmonga qiladi. Bu kichkina Hazrati Imom Azam baland tabassum qilib men yiqilsam loyiga yiqilaman. Ammo siz o'zingiz ehtiyot bo'ling. Siz yiqilmang. Agar siz yiqilsangiz dunyo yiqiladi. Hamma yiqiladi. Shuning uchun ey imomlar, ey domlalar yiqilmanglar deb bizga hamma ko'p yoshi qildi. Haqlariga duo qildi. Majlis ajoyib xotima bo'ldi. Yana asta mashinaga o'tkazib uylariga olib borib qo'yib keldilar. Shu kechagi payshanba kuni. Xo'p, xursandchilik bo'ldi Tojikistonimizga. onu tanho yapıyorlar. Yıkılmayınca Ama yıkılan. Ama Ama olmasa sanki gurur olsa gurur kılıyor. Ama gumrah kılar. Kötü olur.